Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Birodarlar, tazkiyatun nafs darslaridan, nafsni poklash darslaridan, tasavvuf darslaridan hayo manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Ulamolar hayoning 10 turi bor deyishdi. Kechagi darsimizda 5 ta turini o'qidik. 6-turi hokisorlik hayosi. Hayoni bu turi bandani o'z Robbisidan qiladigan hayosi. Banda o'zini xorligini, hokisorligini, hech narsa emasligini, ojizligini his qilib turib, hojatlarini so'rayotgandagi hayosi. Mana o'rta asrlarda islom bayrog'ini baland ko'targan, tarqoq musulmonlarni birlashtirgan, juda ko'p janglarda salbchilarni mag'lub qilgan Nuriddin Zanki hal qiluvchi jang, ma'raka oldida Robbisiga sajda qilib duo qildi. Nima dedi? Ey Robbim, Nuriddin kim bo'ptiki, sen unga yordam bergani? Robbim, diningga yordam ber. Ya'ni banda o'zini ojizligini, hokisorligini, hech narsa emasligini his qilib, Robbisidan hayo qilyapti, so'rayapti. Menga yordam bermagin, Parvardigor, diningga yordam ber. Men kim bo'pman menga yordam bergani? Agar banda o'zini qulligini, ojizligini, qo'lidan biron narsa kelmasligini tan olsa, Allohdan albatta hayo qiladi. Mana shu birodarlar ubudiyat hayosi deyiladi. Qulchilik hayosi. O'zini ojizligini tan olib turib, Robbisidan uyalishligi. 7-si muhabbat hayosi. Bu hayo muhibning mahbubidan bo'lgan hayosi. Banda uni yodiga, esiga Robbisi tushgan vaqtida qalbi hayajonga to'ladi. Mana shu narsa uni yuzidan bilinadi. Atrofida turganlar buni tushunmaydi nima bo'layotganini. Allohni eslasa, hayo qilib uyalib ketaveradi. 8-si ubudiyat hayosi. Bu hayo muhabbat, qo'rquv va mushohadaning aralashishidan paydo bo'ladigan hayo. 9-turi sharaf va izzat hayosi. Sharaf va izzat hayosi. Masalan, bir yoshi ulug' inson bor. Yoshi bir joyga borgan, yoshi katta, yana jamiyatda martabasi, hurmati baland. Katta bir olim bo'lishi mumkin. Yoki bir katta bir korxonaning rahbari bo'lishi mumkin. Yoki bir katta bir urug'ni peshvosi bo'lishi mumkin. Xullas, martabali yoshi ulug' inson. Agar mana shu odam o'zini yoshiga yarashmaydigan qiliqlarni qilsa, bachkana hazillarni qilsa, yoshiga to'g'ri kelmaydigan ko'zi bilan unga bunga suqlanib qarasa, qanaqa bo'ladi bu? Undan ko'ra quyuroq bo'lgan odamlarga bu ishlar bunchalik ayib hisoblanmasa ham, lekin bu kishiga katta ayib hisoblanadi. Chunki u o'ziga yarasha sharafi, izzati bor inson bo'ladi. Hadis hudisida aytiladi: "Va abghadul usot va bughzi li shaykhil asi ashad." Alloh taolo aytadi, men osiylarni, gunohkorlarni yomon ko'raman, lekin osiy qariyani ko'proq yomon ko'raman. Chunki yosh katta bo'lib qolganda ham o'zini tiya olmayaptimi? Yoshi bir joyga borib qolganda ham o'zini bir to'xtata olmayaptimi? Haqiqatan Alloh taolo uni yomon ko'rishligiga loyiq banda bo'ladi. Birodarlar, 40 ga kirganlar va uni ustidagilar. Kimni yoshi 40 ga yetgan bo'lsa, bu kishi oxirat bozoriga o'tib bo'lgan bo'ladi. 40 yoshga to'ldingizmi? Aqlingiz to'ldi, jismingiz to'ldi, ruhiyatingiz to'ldi. Siz komil inson bo'ldingiz. 40 ga kirgach o'zi shunaqa gap bor ekanda. Haligi pel atvorlar bo'ladi-yu, inji, qaysar, baxil, sergap, shunaqa yomon pellar. 40 ga kirguncha shu odamni tuzalishi umid qilinadi. 40 dan keyin ham shunday bo'lsa, bu endi o'zini guli deyiladi.
Chunki bu yosh birodarlar taqvo yoshi deyiladi, salohiyat yoshi deyiladi. Bunaqa yoshga kirgandan keyin bu inson Qur'onga berilish kerak, Qur'onga suyanish kerak, amal qilish kerak, Qur'on tilovati bilan ovora bo'lish kerak, zikr bilan ovora bo'lish kerak tili. Mana zormandani nima qilish kerak? Qo'yish kerak. Mana shu kalta nimalar bor-a? Aytib qo'yinglar, qanaqa messenjer edi? 30 sekundlik kelaveradi, bunday qilsa chiqaveradi, nima edi? Hammasi esli bo'lib turibdi, xuddi bilmaydigandaqa. Katta odamlar ham o'sha telefonga mashina mod olib yarim soatlab, 1 soatlab o'tiradiganlari bor. Qaranglar-da, uyat. Endi nimasi achinarli? Yarim soat mod olib o'tirdi, o'lib ketsin, bitta bir foydali narsani olgan bo'lsa. Yarim soat mod olib o'tirdi, ne qarasa kallasa biron narsa qolmaganda. To'g'rimi? Demak, inson yoshi 40 dan o'tgandan keyin mana telefonga mod olishni yig'ishtirish kerak. Yarashmaydi, akalar, ukalar. Allohdan qo'rqish kerak. Bunaqa yoshga, bunaqa maqomga, martabaga yetgan inson bunaqa ishlarni qilishdan hayo qilish kerak. Kimdan hayo qilish kerak? 40 yoshlargacha bu ishlarni qilgan bo'lsa, bo'pti, espas, endi yosh bola, bo'pti, endi bola-da deb qo'yasiz. 40 dan keyinchi uyatinglar. 10-si inson o'zini nafsidan hayo qilishi, o'zidan uyalishi. Bu turi hayoni. Hayoning eng sharafli va oliyjanob turi bo'ladi. Bu hayoning eng yuksak navi bo'ladi. Agar banda o'zini karim deb bilsa, iffatli deb bilsa, sharafli deb bilsa, rostgo'y deb bilsa, bunaqa odam o'zini nafsidan rozi bo'lishi uni saodatli qiladi. Bir kishi ma'siyatga qo'l uradi. Hech kim bilmaydi. Ammo o'zi biladi va Alloh biladi. Agar bu odam biz aytayotgandek sharif odam bo'lsa, rostgo'y deb bilsa, karim inson bo'ladigan bo'lsa, o'zini shu holatga tushib qolganligini ko'rib turib, o'zidan o'zi uyaladi, o'zini qalbida bir alamni his qiladi, qiynaladi. Mana shu mashaqqat u uchun yetarli azob bo'ladi. Esiga tushib ketsanglar, xijolat o'tib ketaveradi. Kimdan? O'zidan. Shuning uchun sharif inson o'zini nafsidan rozi bo'lishiga intiladi. Agar o'zini nafsidan rozi bo'lsa, albatta saodatni topadi. Ulamolar aytishadi, inson agar o'zidan hayo qilsa, endi boshqalardan hayo qilishlikka avvalroq emasmi? O'zidan uyalyaptimi? Bu odam odamlardan ham uyaladi, Allohdan ham uyaladi. Mana hayoni 10 ta turini aytib o'tdik. Yana nazorat, kuzatuv hayosi degan narsa bor. Bunaqa hayo insonda qachon paydo bo'ladi? Alloh menga qarab turibdi, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod qalbida mustahkam bo'lsa. Qaytaraman. Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh menga qarab turibdi degan e'tiqodi mustahkam bo'lsa, bu insonda mana shu hayo bo'ladi. Alam ya'lam bi annalloha yara. Axir Alloh uni ko'rib turganligini bilmaydimi? Alloh taolo shunday deyapti oyatda. Katta bir supermarket tasavvur qiling. 10 ta 15 ta kassa bor. Kassada o'tiradigan ishchilar bor. Ularda har bitta so'zini, har bitta xatti-harakatini yozib turadigan nima bor? Kameralar bor. Uni kuzatib turganligini xo'jayini aniq biladi. O'shuning uchun telefon olib telefon o'ynamaydi. O'shuning uchun birovni gapga solsa chalg'imaydi. Qanday ishlaydi bu odam? Uni kuzatib turganligini aniq bilganligi uchun bilib gapiradi, bilib ishini qiladi. 7 soatmi, 8 soatmi smenasi bormi? Tekkiz ishini qiladi. Endi 24 soat kuzatuv ostida ekanligini inson his qilib tursa-chi? Robbimiz birodarlar bizni albatta kuzatib turadi. Ammo buni biz his qilmaymiz. Mana kamerani qo'yib qo'ygan bo'lsa, kamera turibdi. Uni ko'rasiz, his qilasiz. O'zingizni noqulay his qilasiz. Yoki ustida turibdi bitta odam qarab, har bitta qilayotgan xatti-harakatingizga.
uni kuzatayotganligini ko'rib turibsiz, noqulay his qilasiz o'zingizni. Ammo Robbimizning kuzatuvi shunday kuzatuvki, Robbimiz o'zi latif bo'lganligi uchun kuzatuvi ham latif. Sezmaymiz, yelkamiz hech narsa bosmaydi. Ko'zimizga bir narsa ko'rinib turmaydi. Bormi shu narsa? Robbimiz latif bo'lgan bo'lsa, shuning uchun kuzatishi ham, nazorat qilishi ham latif. Bizga malolati yo'q. Demak, birodarlar, bunaqa hayo bandada qachon paydo bo'lar ekan? Robbim meni ko'rib turibdi deb aniq ishongan paytida. Agar mana shu hayo bo'lsa, unda qabih amallarni hech kim yo'q bo'lganda ham qilmaydi, odamlarning oldida bo'lganda ham qilmaydi. Birodarlar, Alloh taolo doim biz bilan birga. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, qanday holatda bo'lmanglar deyapti Alloh taolo, u Alloh sizlar bilan birga. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ana shu cho'ponni nima qildi? Sinadi. Xalifa ko'chada ketib, shu sahroda ketib borar ekan, yo'lda ketib borar ekan, qo'ylarda haydab ketayotgan bir sahroyni ko'rdi. Haligini sinamoqchi bo'lib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Cho'pon aytdi, bu meniki emas qo'ylar, sayyidimiki. Ya'ni xizmat haqini olib qo'y boqadi. Ha, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan dedi. Yo'l ham ko'rsatyapti o'zi. Haligi nima dedi? Sahroy. Vallohi hozir menga pul juda ham zarur. Va sayyidim menga ishonadi. Agar qo'yni bo'ri yeb ketdi desam, ishonadi. Lekin Allohchi dedi. Ya'ni Alloh ko'rib turganligini his qilyapti. Hech kim ko'rmayapti. Tushunarlimi? Ha, sayyidim menga ishonadi, lekin Allohchi. Alloh sen bilan birga ekanligini his qilishing. Bu ham hayoning eng oliy turi bo'ladi. Alloh taolo bandalari bilan birga. Bu birgalik ikki turli bo'ladi. Birinchisi umumiy birgalik, ikkinchisi xos birgalik. Umumiy birgaligi nima? Ko'rib, kuzatib bilib turishi. Xos birgaligi qo'llab-quvvatlashi, yo'lashi. Va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir. Sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Alloh biz bilan birga. Birgaligi ikki xil bo'ladi. Kuzatib turishi bilan, ilmi bilan, ikkinchisi yordam berishi, qo'llashi, nusrat berishi, ikrom ko'rsatishi bilan. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Birinchi oyatda Alloh ko'rib bilib turishi bilan, ilmi bilan birga deyildi. Ikkinchi birgaligi qo'llab-quvvatlashi bilan birga dedi. Oyatda Alloh aytayapti, zotan Alloh taqvodor bo'lgan va chiroyli amallar qilguvchi zotlar bilan birgadir. Allohni biz bilan birga bo'lishi agar taqvodor bo'lsak, qo'llashligi deb tushunamiz. Lekin odamlarning hammasi bilan birga bo'lishi kuzatib turishi bilan bo'ladi. Allohning yaqinligi. Allohning bandaga yaqinligi. Bu yaqinlik haqida Qur'onda shunday deyilgan. Astagfirullah. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li va liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bandalarim sizdan ey Muhammad alayhisalom, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas, haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar. Alloh taolo aytayapti, bandalarim ey Muhammad alayhisalom, sizdan bizni Robbimiz Alloh qanday zot deb so'rasa ayting, men ularga yaqinman. His qilamizmi shu yaqinligini? Alloh sen bilan birga ekanini, senga yaqin ekanini his qilishing, mana shu narsa iymonning taqozosi. Alloh seni ko'rib turishini, senga yaqin ekanligini unutib qo'yganingda,
ma'siyatga qo'l urasan. Alloh ko'rib turadi, u men bilan birga deydi, hayo qiladi. Ihson martabasi qanaqa martaba edi? An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson nima? Ihson nima desa, payg'ambarimiz aytibdilarki, Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmasang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Birodarlar, mana shu ihson martabasi bo'ladi. Agar kishi mana shu ihson martabasida turadigan bo'lsa, ihson martabasiga yetgan bo'lsa, hayo degan narsani eng zo'ri shu insonda bo'ladi. Biz hayo deganda odamlarning ko'pchiligi tushunadigan odamlarning oldida yerga qarab turish, beti qizarishi, odamlarga gapira olmasdan tortinib turishligi, bunaqa narsani tushunmayapmiz biz hayo deganda. Bu hayoni eng past turi. Hayoni eng oliysi Alloh meni ko'rib turibdi deb inson ish qilishi. Hayoni 10 ta turini gaplashdik birodarlar. Birinchisi jinoyat hayosi. Ikkinchisi kamchilik hayosi. Uchinchisi ulug'lash hayosi. To'rtinchisi karam, saxovat hayosi. Beshinchisi odob, hurmat hayosi. Oltinchisi o'zini past baholash, o'zini nuqsonli deb bilishlik hayosi. Yettinchisi muhabbat hayosi. Sakkizinchisi ubudiyat, qulchilik hayosi. To'qqizinchisi sharaf va izzat hayosi. O'ninchisi o'zining nafsidan hayo qilishlik. Alloh azza va jalla hammalarimizni o'zidan hayo qiladigan bandalar qatorida qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.